Hayotim, yaxshi dam oldingizmi? Menga aytibsizmi? Ha. Mana qanaqa dam olganim bilan shu paytgacha kuchugim ishi bo'lmagan buncha mazza uylanish. Kimnidir tug'ilgan kuni bo'libdimi? Men siz uchun tayyorladim. Birinchisi, ikkinchisiga nima deysiz? Birinchisi, ikkinchisi deydi-ku, men faqat bitta ovqat yeb katta bo'lganman. Joyga qo'ying, mani patinkam bu, ey. Voy, artib tozalab qo'ymoqchi edim. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi? Alif davomonlik davrim. Bugun osh qilmoqchi edim, go'sht olib kelsangiz. Hozir olib kelaman. Daraxtlarni shkaturka qilish kerak, devorlarni oqlash kerak. Xola, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aslonni o'g'li to'xta. Keyin gaplashamiz. Bu ham o'ylanib tormoz ishlamay qolibdi-ku. Naskimni qayerga qo'yaymanman? Mana paypog'ingiz yuvib, dazmollab qo'ygandim. Naskim yuvilgan, dazmollangan, buncha baxtliman. Borini oyog'idan bog'lab qo'y. Nimaga? O'z osmonga uchib ketadi bu. O'zingiz ham yoshligingizda shunaqa edingiz. Bugun 5ga 5 kontrol o'zinglar bilan kelasanmi? Hayotim, qarab oling. Yoqali deydiki. Labbay. Ey, Yondirdik-ki. Mana iching. Yana olib kelaymi? Ikkita ichsam urushmaysizmi? Yo'q, nimaga urishaman? Boshliq, men dokumentlarni oldim, boraman. Yaxshi, borib keling. Faqat tezroq keling, iltimos. Sizsiz uyda zerikib qolaman. Hop, Voy, opiska chiqdim.